Assalomu alaykum, chorva qo'yish ishqibozlari, YouTube obunachilari. Mana ikki tish qo'chqorlarimiz sotiladi. Bir tomoshalab qo'yasizlar, baho berib. Qo'chqorlarga kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Bizda o'zi YouTube kanalimizni kuzatadiganlar biladi, har yili mana shunday nasllik qo'chqorlardan chiqaramiz sotuvga. Soni 50 ta plus 50-55 ta atrofida bor soni. Qo'chqorlar ichida 2 ta 4 tishi bor, qolgan hammasi 2 tish. Sariq ishqibozlariga mana sarg'ilari bor. Kashtan degan ishqibozlariga kashtani, qora deganlariga qop-qoralari bor. Mana chori qo'chqorlardan boridan shu bitta mana sariq bor, hozir bitta, yana bitta qora bor. Sariqni ushlagin bir video qilay. Sariqni ushlab bir tishlarini ochib ko'rsatamiz. Jonivor mana kuch bermaydi. Mana yaqinroqdan jins sifatlarini ko'rib qo'yasizlar. Tishini och. Mana yangi 4 tishga chiqqan qo'chqor. Qo'chqorda mana orqa tarafi. Qo'yaver. Qo'chqorlar manzili Sirdaryoda turibdi. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaringiz mana shunday olib borib tayyor qo'yizga qo'shaverasiz. Bular tug'ilgandan to onasini emib, onasini ajragandan keyin qo'chqor to'da bo'lib yurgan, sog'liqqa sakramagan, demoqchi bo'lganim qandaydir kasalliklar yo'q bularda, xudo xolasa. Bemalol ko'rib tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Dastavka xizmatlari kelishishimizga qarab dastavka xizmatlari ham bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, ichida 10 milliondan 14 milliongacha aytilayotgan qo'chqorlar bor. Kami bor, yana kelishiladigan joyi bor. Tepasiga kelib ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Ikki tishlardan ham ushlab bir. Mana qo'chqorlarning holatlari. Yangi tishga chiqqan.